o'zlari zo'r kiyim oladi. Ota-onalari deydirab yuradiganlar bor. Otangni chiroyli kiyintirib qo'y, onangni yaxshi kiyintirib qo'y. O'lgandan keyin marmar tosh qo'yma. Yo'q narsa u. Tiriklikda yangi kiyimlar olib ber. Tiriklikda mashinangga o'tirg'izib Imom Buxoriylarni ziyorat qildirib kel. Qurbing kelsa hajga yuvar. Bo'lmasa umraga yuvar. Yangi narsalarni olib berib onajoningni ko'zlarini quvontir. Ey, ular g'animat, qiyomatgacha billa bo'lmaysan. Ketib qolganda dod deysanmi? 1000 kilo guruch damlayman. Onam nima ko'ribdi? Lodan endi uning hech qanday ishga sig'maydi. U tonna guruch damlaysan. Riyo ko'rsatish, u toshlarni qo'yib otingni yozdirib qo'yasanmi, palonchi o'g'lingizdan deb, u bo'lmaydigan ishlar. U bir masxara ishlar. Tiriklikda ha o'g'lim rahmat, so'tlarga olib kelib meni o'ynatding, ha? Yozlarda ulpat bo'lishib, qo'y olishib, qumsonlarga chiqishib, bir ulpatlar bilan mazza. Qari onang, otang uyda issiqda o'tiribdi. Nomard bola, ulpatlaring doim borsan bilan. Otangni olib chiqsaychi, onangni olib chiqsaychi o'sha salqin joylarga. O'sha yerda duolarni olmaysanmi? Onadaqa do'st bormi dunyoda? Otadaqa do'st bormi dunyoda? Amalingdan ketganingda hammani muomalasi o'zgaradi. Kerak bo'lsa bolangni ham, xotiningni ham. Onajoning uchun sen aziz bolasisan. Tirik bo'lib taningni sog' bo'lganiga otang bilan onang tushunmaysiz. Puling ham kerak emas.